hozirgi kunda juda ham ko'p yangi o'zgarishlar bo'lyapti. Tadbirkorlarga yangi sharoitlar, imtiyozlar yaratib berilyapti. Bu narsalar prezidentimizdan olib borayotgan islohotlar natijasi. Biza tadbirkorlar albatta bu narsani sezyapmiz. Hozirgi kunda mana hamma narsa albatta raqamlashtirilgan sharoitda olib borilyapti. Biz ham bu narsaga moslashishimiz kerak. Yangi o'zgartirishlardan bittasi masalan 6% NDS masalasi bo'lib chiqyapti. Ozgincha tushunmovchiliklar bo'lyapti. O'shanga biz murojaat qilganmiz. Mirobod soliq inspeksiyasiga ular erinmasdan kelib bizga tushuntirib berishdi. Endi albatta bitta narsani aytib o'tish kerak bo'ladi. Oldingidan nisbatan hozirgi sharoitimiz juda ham katta farqi bor. Oldinda agar bilsak juda ham qog'ozbozlik ishlari, tekshiruvlar ko'p bo'lardi. Hozirgi paytda tekshiruvlar deyarli yo'q. Hamma narsa raqamlashtirilgan, juda ham operativ holatda ishlar olib borilyapti. Hozirgi paytda hamma narsa raqamlashtirilgani sababli xato qilishga umuman imkoniyatimiz ham yo'q. Haqqimiz ham yo'q. Endi hamma narsa albatta ko'rinadi. Mayda xatolar ham hamma narsa ko'rinadi. O'shaning uchun iloji boricha to'g'ri ishlashga harakat qilyapmiz. O'sha otchetlar hammasi vaqtida bajarilyapti. Endi prezidentimiz tarafidan shunchalik ishlar olib borilayotgan ekan, tadbirkorlarimiz, nafaqat men hamkasblarim albatta shu imtiyozlardan to'g'ri foydalanib, to'g'ri ishlab, halol ishlab yurtimizga xalqimizga foydasi albatta tegish kerak bo'ladi. Sharoitlardan to'g'ri foydalansak bo'ladi.